Manimcha ana shu daraxtni chopib olsam, hechaki men mayli daraxt menga judayam zarur. Qani bunga inventarimga solib qo'yamiz va pulni olamiz. Kamera yoqilibdi. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Devex Gamer. Obunachilar qabera. Menga bitta savol qiyinyapti. Ya'ni nima desam, bu yerda daraxt chopish taqiqlanar ekan, ya'ni to'g'rimi, Jitel? Ha, sen chopmadingmi? Ay, yo'q, men chopganim yo'q. Obunachilar aytib qo'ymanglar. Men chopganim yo'q, Jitel, xavotir olma. Yaxshi, bu qishloqqa daraxt chopish mumkin emas. Qonuniyat buziladi. Biz ham kelmaydi jetillar uchun. Bobe, kabuchi, men qishloqqa ko'chib keldim yangi. Ya'ni endi birinchi marta kelyapman. Nima? Mashinami tushunmadim. Fermerlarni mashina. Qani? 15-qishloq Asadbod qishlog'i. Qishloqni saydi Asadbod. Ya'ni qishloq raisi, ya'ni nima desam, Asad degan ismi Asad ekan. Qishloqni boshqaruvchisi. Obunachilar hammalarni tabriklayman ro'za Ramazon oylari bilan. Boy to'liq tutinglar sizlar ham. Men masalan tutmadim. Endi bugun kecha saharlikka tutaman. Endi tutaman kabuchi. Salom bolakay, ko'chib keldingmi? Aha, yaxshimisiz? Sen bola tanish ko'rinasan-da. Achki abginalmi? Menikiga o'xshaykan. Aha, men bo'yman-ku, ochkichamiz. Bitta rasm tushmaymizmi? Davay. Beb, qichin. YouTubermisan deyman. Albatta. Nechta obunaching bor? 1013 tami shunday, bilmayman kabuchi. Yomon emas, 1000tadan oshgana. Bo'lyapti, ko'paytirmang, video oxiri o'tib ketyapti. Taq. Kelishga mumkinmi? Kirmayman. Assalomu alaykum, rais, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Seni yana Bahrom jo'natdimi? Ya'ni qishlog'inglarni boshqaruvchisi, raisi. Ismi g'alati, Bahrom. Endi nima qilasiz? Birovni g'iybat qilmang. Kabuchi, men uy tayyorlamoqchi edim. Uymi? O'zing tanlab olasan. Mayli, bu qishloqqa o'zi vashshi. Aytib qo'ya bitta narsa. Qonuniyat buzish yo'q, daraxt chopish yo'q. Tosh qo'llanadi faqat. Nima? Axir masalan ko'chada bo'mish bo'lib qolsak, nima? Ularga qiyin emasmi? Yordam bermaysizlarmi? Minecraft qonunida daraxt yo'q, daraxt chopilmaydi bizda. Nechmaysan, mayli kabuchi, bo'pti. Qadoqda inventarimni ko'rsat. Bo'lar. Siz saharlikka turibdingizmi? Men ro'za tutganman. Malades. Ana bular ham tutibdi-ku, obunachilar, sizlar ham tutinglar. Axir biz ham musulmonmiz-ku. Hammamizni qo'limizga men harfi turibdi. Ishonmasanglar ko'ringlar. Qo'lda barmoqlari shunday ochsanglar men harfi turibdi, obunachilar. O'sha musulmon degani. Men harfi turibdi, yaxshilab qaranglar. O'sha musulmon, ya'ni bizani Xudo yaratgan, musulmon degani. Mayli. Men daraxt chopaman lekin yo'q, qayerda tushib qoldim. Nima bo'ldi? Bino sotiladi $2100 $2100. Tushunmadim. Uyni olasanmi? Aytib turing. Nima? Tashlandiq uy. Okey. Bu ham sotiladimi? Men olmayman. Bino ekan. Olimni uyi. Olimizga sizda. Shidam ko'rib turadi men janobim. Uyda qotillik bo'lgan. Yo'q, bu uyni remont qilguncha 5 oylik ketadi. 1 oy ketadi. What the hell? Oy ketmaydi, minut ketadi, jiyan. Jiyanlarim. Obunachilar, men shu uyni sotib olayim, nima deysizlar? Menga ozgincha yoqdi.
Men shunaqa meb yashayotgan uyga o'tgim keladi, lekin men boshqa uyda olaman. Keyingi videoga albatta shu videoga 10 ta shu kichkina like bosib qo'ysanglar, shu uyni sotib olaman. Yo xudo xolasa ertaga video chiqarmi? Hammani. Yaxshi. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz. Ishinglarni qilyapsizlarmi? Ha. Mayli. Agabit sotiladimi? Ha, sotamiz. Nima $100? Bular mujik bo'lib qolib shekilli. Uylarni ko'rib chiqaylikchi. Uy sotiladi $9500 bitirib ko'rish mumkin. Chunki bu Minecraft yomon emas. Polkalar tushunamsizmi? Muzlatgichmi? U xona televizorchi, bu yerda trubочка. Tushunapsiz? Bu yerda zo'r ekan, menga yoqdi. Shu zo'r bu, Vashi kompyuterni bilmadim, vashi. Nimadan bu uyni ololmayman? Chunki menda pul ko'p, judayam ko'p. Mayli, bu bino, do'kon, menimcha do'kon bo'lishi mumkin. Shu uyni sotib olsam, yo'q. Biza katta narvani stop. Nima bu? Qamoqxona degandek, buni ishlarni nima? Tushunasiz, nima bo'lishi mumkin, uni ishlar? O'sha uyga qiziqolman, balki borib ko'ramiz. Bu uy tonidim. Bizani raisnikiga bu qishloqni nahotki sotib olmoqchi bo'lsa. Qani qonnim och qoldi. Janabsan, abozar. Naganman men. Bugun tutaman xudo xohlasa. Sizlar ham tutinglar-da, o'rnashlar. Tutmasanglar xafa bo'laman men. Uy sotiladi 150 million. Normально. Bu anoku. Bo'ldi. Bu telefon mana. Okey, bo'ldi. Telefonimni zabat 3% qo'yganman mana. Ko'rib turibsizlar, 3%. 3%. Qani men bitta 3% qo'ygan. E'tibor qilmaysizlar. Nima bo'ldi? X-ko'p deb. Mana zabatga qo'yishim kerak. Mana janob menga telefon qilib qo'yamizmi, mayli. Men uyni ko'rib chiqishim hovli, yaxshi normali hovuzmi? Yozda cho'mlarami? Hovuz ekan. Okey, kattagina cho'kib ketmasam amalda nafasni bilmadim. Bu yerda выживание, salqin havo, kiyimlar nima uchun o'zim tabakanmi nima bo'lim? Bu yer masalan omborxona janob menga qilamiz. Men mana ko'rib chiqaman. Bo'ldi rahmat. Bo'ldi, o'chiramiz telefonni. Okey, nima ma'ni? Bu yotoqxonalar ekan, mehmonxona. Bu kladovka. Bobosini rasmi. Bemont qilish kerak. Okey, bu xonacha. Bu oshxona ekan. O'zi uxladim. Gaz plita mana ovqat pishirib. Bu yerda xolodilnik o'tirib yeydigan joy. Shunisi menga uy kundan kunga yoqib bo'lyapti. Vaqtdan vaqt yoqib bo'lyapti. Kir mashinami mana bu? Kir mashina ekan. Mana xushsi avtomat ekan. Bu hammom tualet, mana bu yerda cho'miladi, kanalizatsiya. Mana uyishna, mana ko'rpachalar takiya. Mana uxlanadi. Bu yerda ishlar qilinadi. Bu yerlar kabuchbiqi. Masalan, kichkintoylar o'tishi mumkin, bolachalar. Endi men bir o'zim yashayman. Kabuchi, meni bilasizlar, Minecraftda ota-onam yo'q. Ular moshinaga o'bilib ketib avvaliga uchrashgan. Men o'zim qolib bo'yib ketdim.
Uydilarni tez va uyni sotib olmasa bo'lmaydi. Menga judayam yoqdi oqib. Janob mer, alo, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Ana, mana shu uyga bir kuncha turib tursam bo'ladimi? Bitta pulini kelishib ketamiz. Ana shomon bo'libdi. Mayli hozir og'zimni ochib olay, suv ichib olay, ovqatlanib olay, korоче. Bo'pti, yashabdimi? O'zingga yoqsa bo'lgani, sotib olasanmi? Ha, sotib olaman, bo'pti. Qo'yib qo'ydi, yaxshi. Masalan, og'zini ochar, og'iz ochishga 5 minut qoldi, og'iz ochishga 5 minut qoldi, 5 minut qoldi deydi-ku. Ko'rganmisizlar? 100 soatlar biz endi. Amayli, hovlisi kechasi. Kuchli bo'lekan. Mayli. Darvozani qulflab qo'yamiz eshikni. Mayli, qaysi xonada uxlasam? Mayli, mana shu xonada uxlayman. Telefonimni zavatga. Ozgincha, mayli keyin. Instagramga kiraylik, nima gap? Nima gap? Janob mer telefon qilibdi. Alo. Bunga pulni bermasam, bu yo'qdi. Minovingga o'tkazmoqchiman men. Bo'ldi, janob mer, hozir boraman. Qo'limni yuvib olay. Hammaga salom, sizlar bilan Dwix bo'laman. Xush kelibsiz meni yangi videomga. Ertalabdan uy menga yoqdi, shinam ekan. Ana bo'lib turadi. Qarama kameraga. Yot bo'l. Buni ishlab bo'ldi. Suv quyamiz. Qarama kameraga mayli. Hammada bo'lib turadi. Bu yerda kib mashina, ya'ni kiyimlarni yuvib ilib qo'ysa ham bo'lar-ekan. Bu yer mana kladovkam bo'lishdi, orzu qilardim, mayli. Mana o'zimdagi uyni oldim, shinam bo'lsa ham. No, kambag'al emas, boy emas bu uy. Normalniki deyin janob merga kelishganimizda telefon zaratini yerda qo'ydim. Mana bunga ahamiyat bermaysizlar, bag bo'lib qo'ygan. Menimcha o'tli o'sib ketgan. Janoblar. Buni qishloqda yo'qmasa qoldim, lekin menga shu qishloq yoqdi. Eshitdim, qishloqqa yangi odam ko'chib keldi. Mana jamoa chopdi. Bu nima? Tez janob merdan so'ramasa bo'lmaydi. Mayli. Okey. Brat, to'xtang. Ha, Seni bir yigit chaqiradi, to'g'ridagi. To'g'ridagi uyga? Mayli, keyin boraman. Sen bilan do'st bo'lmoqchi ekan. Men hozir vaqtim yetib. To'xtat. Kiramay ovqatlanadi, mayli. Okey, rais. Kelishamizmi? Bo'ldi, hujjatlarni tayyor qiling. Tak. Mana qo'l qo'ydim, bo'ldi, men nomimga. Bo'ldi. Mana ki prezident berdi, ancha ko'payib qoldi. Bo'pti, agabatam sotib olay mana sizga. Mana oling. Bo'ldi, agabat menga. Bo'ldi, men u ham nomimga. Bo'pti, jigar. Bo'pti, yaxshi men ekansiz. Yes, bo'ldi, uyli bo'ldim. Mana bu uyni ham sotib olmoqchiman. Albatta videoga like bosinglar, shu uyni sotib olaman. Unda biz uyda ketdik.